Bitta narsani kuzatdimda, hayotda o'ta yaxshi, keragidan ortiq yaxshi ayollarni eri kambag'al bo'ladi. Boy bo'lmaydi. Nimaga? Chunki bu ayollar boriga ko'nadi. Boriga ko'nadi, sig'inadi, umuman hech narsa so'ramaydi. Erkakdan ayol so'rasa, ayolning orzulari ko'p bo'lsa, mana shunday orzu-havaslari bo'lsa, tinimsiz mana bunga pul, mana bunga pul, yangi ko'ylak olib bering, yangi atrof bering, brilliant olib bering, unaqa bering, chet elga olib chiqing desa, erkak o'sadi, harakat qiladi, boshqa qiladi. Ha, ba'zan bu yoqimsiz, lekin mana shu erkaklar boy bo'ladi-da. Shunisi achinarli, yaxshi ayollar, o'ta tushunadigan, o'ta sabrli ayollar kambag'al erkaklarning oldida o'tiradi. Ayol kishi xuddi yosh bolaga o'xshaydi. Yosh bolani erkalatsangiz, xursand qilsangiz, ko'ngliga qarasangiz, shirin so'zlar aytsangiz, u sizni quvnab kutib oladi. Bo'yningizdan achomlaydi va o'zingiz ham uni mehridan mazza qilasiz. Xuddi shunday ayol kishi ham. Ayol kishini ko'nglini olsangiz, uni xursand qilsangiz, u xohlagan hayotini yaratib bera olsangiz, xuddi shunday muhitni uyingizda yaratib beradi. Charchaganingizda ko'nglingizni oladi, xafa bo'lganingizda yupatadi, qo'rqinganingizda qo'llab-quvvatlaydi. Buning uchun bittagina narsa: mehr, e'tibor, shirin so'z kutadi xolos. Afsuski, mana shu eng bebaho va bepul narsani berishni juda ko'p erkaklar unutib qo'yishadi va ayollardan nolib yurishadi.